O'zbekistonning Sharqon mol bozori. 8,5 million kemi bor deydi. Bundan O'zbekistondagi qo'rqoq bozor. Tashqariga ochdim, boshqaga ochdim. Arg'amchilarning odamlari bor ekan. Nech pul deyapsiz? Baylab. 5,5 kami bor. Narxisicha? Buni ham 5,5. 5,5 million kemi bor deydi. Erkak to'rpoqlar. Shunasi borlar dedim, mashinaga 5,5 milliondan kemi bor. Bo'lmasa chiqinglar matdan dedim. Siz qancha deyapsiz? Qancha deyapsiz? Ekonimi? 10 million 200 million. 5,5 dan kanda? 5,5 milliondan ekan bulardalar. 5,5 million. Mana baqadigan o'g'lish ko'rsa, lekin menga shu bo'raniki. Qancha deyapsiz? 7 million kemi bor deydi. Erkak to'rpoq bundan. 7 million kemi bor. Erkak. Nech pul deyapsiz siz? 7 deyapsiz. 7 million deydi. $7 million kemi bor. Ardonlarni olib keling aka, bir ikkita sotaylik. Qancha deyapsiz? 6 dan 61 dan so'rayapti aka, bular to'rov. 6 milliondan 6100 milliondan so'rayotibdi to'rpoqlarda. Erkak to'rpoqlar. 6 million 6100 deydi. Hay mol ekan. Ha, ha. Qancha ekan basi nech pul? 6,5 dan kam bo'lishi olsun. 6,5 milliondan kemi bor deydi 3 to'rpoq. 6,5 milliondan kemi bor. O'zbekistonning Sharqon mol bozori. Qancha deyapsiz? 7,5. 7,5? 7,5 million so'm. Siz qancha deyapsiz? 6,5 million. Erkak to'rpoqlar. Ha, 7 milliondan kemi bor deydi. 7 milliondan kemi bor. 500 minggacha berma. Erkak to'rpoqlar. Tavsiyam kelajakda bor. Nech pul deyapsiz? Ekon. 8 million. 8 milliondan deydi. 8 million. Shunda yuriyor, to'g'ri. Qancha ekan? Nech pul? 78 million. Ha, 78 million. 7 million 200 ming so'm ulatibdir buasi. 72 million. 7 million 200 ming qo'lava. O'sha bav olib turdi. Tizilgan to'rpoqlar. Bu qon nech pulda? 10,5 kemi. 10,5 million kemi bor deydi. Bu qon. Shunga chiqadi. Akadan ovozim ko'rdingmi? Mahimcha chekdi. 14 million 850. Ha, 14 million 850 ming so'mga baho bo'libdir. 14 million 850 ming. Bitta foyda qilasiz. 8 ga 7 bo'lyapti boshqa. Xo'p, buni 71,5 ga bermagansiz do'stim. Endi bo'ladi. Buni 83,5 ga bermagan. Odam keladimi, kelmaydi, aniqroq bo'ladi. Xo'p bo'ladi deb qanday masalagani yo'q. 8 million 300 mingga berilib turmoq qara. Beray deyapman, o'zlaringiz o'zlaringiz. 8 million 300 ming. Bozorlaringiz o'zi yaxshilab qolasiz. Kechirasiz. Nech pul deyapsiz? 9 kami ham. 9 million kemi bor deydi. Nech pul deyapsiz? 8 milliondan deydi, ekona 16 million beraver deydi. Shvet sigiran ber oladi. 8 milliondan. Mollar bozori zo'r ekan. Nech so'rayapsiz shularga? Klass 15 millionga bering aka deyapti. Ekon 15 millionga bermayaptidir. Siz bermaytasizda?
Ha BM. Ben 17 milyon kam bor deyapsan. 15 qildi BM. 15 milyonga berib aytgan. 18 million deb o'tadi. 17 deyapti. Ha, 18 million deb aytgan. 15 million. Bu yerda püt uylarning bo'z qisrini tekshira turgan yer ekan. Bu yerda UZI apparat bilan büt uylarni tekshiradi. Bir uyni bo'z qisirini bilish 15 ming so'mdan ekan. 15 mingdan o'tadi. Ha, 20 ming. 20 ming so'mdan ko'rib beradigan bir uyni tekshirishi. Ushul yerga olib kelishadi ekan, kirgizadi ekan, bo'z qisirini tekshirib chiqarib beradigan. Raskanami? Ha. Raskanami? Nazarbasi. Qirg'iziston qisir ekan. Mana uy qisir bo'lib ketdi tekshirilib. 6 milyon so'm deydi o'shani. Na qisir ekan. Qisir ekan. Ucho'ten qisir ekan tekshirdi. UZI apparat bilan no. O'zbekistonda shunday tarazon bilan savdo qilishadi ekan. Bundan qo'chqor qancha kilo chiqdi? 90 kilo. O'sha qo'chqor 90 kilodan chiqdi. Bir qo'yni necha pul bilan tartasiz? Bir qo'yda qancha bilan tartasiz? 5000 dan. Buqalardicha? 10 ming. Qo'ylarda 5000 so'mdan tartiladigan, buqalar 10 ming so'mdan tartiladi ekan. O'lka shu tarazon bilan savdo qilishadi ekan. Bozor. Mana bu qo'chqorning bahosini ko'raylikchi. 100 gana? 100 kilo o'g'li. 100 kilo ekan mana bu qo'chqor. Bizda shunday tarazon bilan O'zbekistondagi Sharxon mol bozorindagi jilqi bozori to'g'anlar. Ot, jilqi, taylarning bolarini bilasiz hozir. Taylarning bolari qancha? Necha pulda sizlar? 18 o'tadi. 18 million. 18 milliondan deb atamiz deydi. Erkek taylar. Yaşı qancha? Jazga xunan bo'ladi? Jazga xunan bo'ladi? Ha, jazga xunan bo'ladi ekan. 18 milliondan deydi. 18 milyon. Erkek taylar. Atni necha pul deyapsiz? Satulbayeva. Necha pul deyapsiz atni? 15 milyon. Qunan mı? Qunan mı? Yapıştı mı? Yaşı qanday yaşı? Yaşı bilinmi? Yaşı bilmayman deydi. 18 milyon deydi bazı. Atni necha pul deyapsiz? Necha pul at? Sen emasmi? Yaşırak taylarning bolarini bilaylik. Unda ekon necha pul deyapsiz? Aslar. Qaralarda. 8,5 dan deyapmiz. 18,5 dan erkek urg'achi ular. Erkek. Erkek taylarga 8,5 milyon deydi. So'mga chaqib ko'rasizlar, 8,5 milliondan. Narxlaricha? 14 milyondan kami bor. 14 milyondan kemi bor deydi. Bular dağı erkek. 14 milyondan kemi bor. Ot qancha deyapsiz? 40 milyon so'm savdo bo'lib tushdi. Uchu 40 milyon so'm bo'ladi deydi. Uchuni 40 milyon so'm berib atibdi raptarga. Qanchada o'tasiz? Necha pul deyapsiz? 9 milyondan. 9 milyon so'mdan deydi. Erkek taylar ekan. 9 milyon so'mdan taylar. Tayni necha pul deyapsiz? Kichkina toylar bor.
11,5 milyondan da. Kemi bulut da. Qora keling, qora. Erkek tay 11 milyon so'm. Ha, keling deyapman. Olmayman deganim yo'q. Keling deyapman. Neç pul deyapsiz bularda? 5 ta 15 milyondan kemi var deydi. 15 milyondan kemi var deydi. Erkek atlar. 15 milyondan